İnsan hayat sahnesida gahi sultan, gahi qalandarning rolini oladi. Men tug'ilib toki oliy maktabni bitirguncha ota-onamning tarbiyasida bo'ldim. Oliy maktabni bitirib, cho'ng shaharlarda qolmay, o'z yurtimga qaytib keldim. Yeziga ishga tushdim. Mening faoliyatchiligim, ish qilishdagi kaskinligim ommaga yarab, bir hurra bilan yez boshliq o'rniga chiqarib qo'ydi. Xalq menga ishongan siri yuragim yo'g'nab, o'zim xohlagancha ish qiladigan bo'ldim. Maishatning tumanlari vijdonimni, g'ururimni to'sab, meni shundoq bir holga akab qo'ydiki, onamni o'z ko'ziga ishonmay, o'zining shundoq bir mal'unni dunyoga opridi qilganiga zor-zor shig'ladi. Shu kunlarda yana birisi ko'zimga mix bo'lib qadaldi. O bo'lsa-mu ovu kelgindi, atalmış akam kamil edi. Uni yo'qtish hayot yo'limdagi nishonim edi. Shuning bilan qor qo'limni unaga sundim. Aksiz taqdir meni jafokash xalq ustidan mehribon onamdan ayirib qorong'u turmaga tashladi. Adolatning nuri mendek bir xalqning kushandisining abdi basharsini ichib tashladi. Ana. Astroq. Qachon keldingiz? Atdiganda yiqilib qopti. Doktor. Ahvoli ancha yaxshi emas. Tov qildim, tova. Zinnatxonga nima bo'lgan endi? Ehtiyotsizlikdan yiqilib tushibdi emasmi? Asli uning yurak kesilibdi. Ko'ngli xotirjam bo'lsa bo'ladi-da. Ular kayni-kayndan ko'ngilsizlik keldi. Ular kimning ichi og'rimaydi? Davud ajoyib oliyjanob odam edi. Endi Zinnatxonmi? Bu ish Komilg'imi ro'yi besim bo'lib qoldi desizlar? U bolalar bunchalik bo'g'icha ruhiy besim uchrab boqmagan. Haqiqatan odamning ichi siyriladi juma. Shuni dang. Zinnatxon qandoq qilamdi? Ana. Men sizsiz yaşayamayman. Anangizning yurak kesili ig'irlashib ketyapti. Uning bakir ko'ngil belinglar. Haddidan ziyod chechilmasin, yaxshi tamasin. Ig'ir emas-ku. Men dori yezib beray, dorini vaqtida yapasan. U hozir tasallik muhtoj. Ana. Bo'ldi. Ko'nglingizni buzmang ana. Bizni o'ylab qo'ying. Dadam rahmatlik tugab ketdi. Bizning sizdan bo'lak nimamiz bor ana? O'zingizni asrang. Bolalarim. Dadanglar rahmatlikning nurg'un pilallari bor edi. Endi uning pilallari quruq gapga aylanib qolarmi deb ansirayman bolam. U yezimizga nurg'un ishlarni qilib bermoqchi edi. Orzusiga yetolmayli ketib qoldi-da. Ana, xotirjam bo'ling. Akam bilan men umidingizni cho'qim oqlaymiz. Dadamning izida mamimiz. Jinim bolam. Bolalarim. Ana, yaxshi qoldingmi? Qani. Qani o'ltiring. Yana sizni avar qildik-da bolam-a? Yo'qay. Qani asla. Ana. Qani. Ketib yiqing. Bog'ning mevalari toza o'xshabdi-da, ha? Shundoq. Ukam, sen mo'la. Sizmi ketib yiqing? Rahmat sizga. Ko'nglingizni buzmang Komil. Siz kichigimdan boshlabla menga turmush to'g'risida ta'lim beratdingiz. Qanday yashash kerakligini o'rgatdingiz. Men turmushning xilma-xil sinoqlariga duch kelganimda menga tasalli berib, meni ruhlantirdingiz. Men sizning turmush prinsipingizga haqiqatan qoyildim. Lekin hozircha
siz günden günge tügüşüp ketyapsız Kamil. Aslında Davut akam bilen dadam. İşkimizдің toy işimizni hiç kimge uqturmay maslahatlashibdi ekan. Lekin o baxtga qarshi vafot bo'ldi. Bechora onangiz bilan Shomuning ahvolini sizdan boshqa kim o'zgarta oladi? Davud akam tugab ketdi. Lekin siz kundan kunga tushkunlashib yurayversangiz, dadangizning umidini qandoq maqlay olaysiz? Yiroqlarga nazar tashlang. Dadangiz sizdan, Shomildan faxrlansin. Şamil, unutup qağılı, taslı qaptı mən balam. Baya yezliq partikom sekretari telefon berip diken. Seni Nailik partikom xalq hükümetinden yezimizden muavin başlıqlığı gösteripdi. Rasma apa? Şundaq bolmamdıgan. Mübarek bolsun ukan. Yaxşı işligen. Yaxşı işligen balam. Dadan rahmetlikning ruhi hoş bop qalsın. Obdan isla balam. Dadan rahmetlik bolgan bolsa, qancha hoş bop ketken bular edi. Ma'qul apa. Endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Özümmi uqmayman. İş qilib Gülmirani Kamilga hargizmi tatqizib qo'ymayman. Onu qo'limga tushaginim. Muhabbatni zo'rlab tong'ilib bo'lmaydi adash. Qarab tur. Vaqti kelganda men har qanday askar qilishni yanmayman. Elg'a Kamil kan. Sabahdaşlar, bugünkü dersimizde sual cümlelerinin tüzülüş hususiyeti hakkında sözlep öttük. Düşünemegen yerinler bolsa, hazır sorusanlar buludu. Sizlerge kaldırmakçı bolgan tapşırık 32. bettiki 1. 2. könükmile. Sabahdaşlar, tapşırıkni astoydilroq işlesek. Emdi sabahdaşlarga bugünkü dersimizden asasi mezmunlarını qayta bir sözlep berey. Bugünkü derste asaslığı sözlengeni sual cümle.
Sual cümlelerinin xususiyeti hem alayidligi hakkında to'xtalib o'tdik. Bugungi darsimizda tushunmagan yeringlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Topshiriqda diqqat qiladigan bir qancha masala bor. Sual cümlelerinin o'rni, uning xususiyeti qatorliqlar. Buningga alohida diqqat qilib qo'ysanglar. Moga top oynaymiz, moga. Bo'la adaş, bo'la tez. Oyang berib top o'ynab kelaylik. Akalar daftarimni bering. Artilabnichi. Bo'la. Ha. Moyniga tipa adaş. Bu yoq tepmamsa. Mo'nim tepkindi. Yaxshi Sinib qolmadinglarmi? Darsdan tushdingizmi? Maktab mudiri sizni izlayotgandi. Ems men berib baqay. Ma'qulamsa, xo'sh. Ma'qul, xo'sh. Adaş, o'tganki ziyofatning pulini qanday qilay deyapsan? O chaqda holimga boqmay, ish qilib tikanman adash. Hamsa bu qitim qilichu? Bu qitim obdanroq bir ichib ko'ngil ochayli. Pulning gapini keyin deyishayli-chu. Undaq deganing bilan keladiganlar sana zo'r umid bog'lab keladigan tursa. Hozircha yana nesi qilayli? Qolgan gap bo'lsa shu vaqtda deyishmamdoq, ha? Hamsa men katta. Ma'qul. Hamsa shundaq bir, ha? Xo'sh, xo'sh. Bu mundaq ish. Aslida sizni bo'libmi, mushundaq vaqtda bundaq vazifaga qo'ymasam bo'ladi. Lekin bu ish maktabimizning yuz obro'yiga bevosita munosabatlik bo'lib qoldi. Maktabimizda bu ishga mos keladigan sizni qobiliyatli kerak odam chiqmay qoldi. Bunisi sizga oydin. Lekin uydagi ishlarga onam bilan inim yetish bo'lmaydi desangiz, u mu mayli. Başqa o'qituvchilar chiqsimi bo'ladi. Qog'inni yaxshiroq o'ylanib beqing. O'ylashish hojatsiz mudir. Men chiqay. Maktab menga ishongan ekan. Men rahbarlikning umidini yada qo'ysam bo'lmaydi. Yaxshi ishlar. Men yashinib qoldim. Siz endi maktabning birdan bir to'riga bo'lib qoldingiz. Shunga yaxshi ishlar. Qani, xo'sh. Man qaradash. Bu mundaq ish. Onamning kesili ig'irlashib qolgan, shunga ozroq pul lozim bo'lib qolgan edi. Qanday? Yordam qila olamsan? Man qara, qaytirib yutman. Qo'limga pul kirsila, ha? Men bir amalni qilay. Men sana ozroq berib tursam bo'ladi. Lekin vaqtida qaytirgan. Birinchiga? İlgari menmi onun oldi olsam onun keyni edim qara. Hozir ishlar bag'ansir taslashib ketyapti. Apam Mama amal yo'q qoldi. Saqlayib qola. Mushu bir qitim yordam qilyapsan bo'pti-kan adash. Obdan davolatgan. Mana bu 5000 so'm. Doktorxonaga topshiribdir. Yetmasa rahmat sana adash. keyin yana bir amalni qilamiz. To'g'ri ekan.
Qani ole. Ha, rahmat sana. Ale. Apa. Men pat yaqında o'qishga mangadigan turaman. Agar men ketib qolsam, siz qandaqmi qilasiz? Xotirjam bo'lg'in balam. Dadang rahmatlikning umidimi? Sizlarni yaramliq odam qilishdi. Tirishib o'qig'in balam. Tirishqin jinim balam. Lekin Shamil kech-kechlab uyga kirmaydigan tursa, Yo'q, mendan nargiz ansirma. Salla yaxshi o'qisan. Qandaq bu chiroyli sigir u qizchaqni tutib olg'in. Qandaq bu chiroyli sigir u qizchaqni tutib olg'in. Yo'l ustida xijolat qilib Belki tutu algın Yol üstüde hicalet Muhabbet Men seni canımdan sevgandim Muhabbet Men senga ko'nglimni bergandim muhabbat Yolg'izim sevgilim degandim Sen menga vafo qilmading muhabbat Men seni jonimdan sevgandim muhabbat Men senga ko'nglimni bergandim muhabbat Ha, rahmat. Yolg'izim sevgilim degandim Әмсә, ағилла, мән ішке қыз кеп қылай. Xizmatga chiqqandan buyon tuza kerakmi? So'rin qilib beribdi. Bugun bu yerda ichilib, yeyib o'ynaymiz. Qandaq dedim ағилла? Qo'shamsa, ha? Qo'sha. Men ətimağmen gülmire. Lekin anamdan faqatla xotirjam bo'lolmayapman. Xotirjam bo'ling Kamil. Anangizning holidan men xabar olaman. Lekin Shamil Ben dersin tushimga u degan qo'yundakli yugurib keldi. Ondan qarab shundoq kulgim keldi ki qarab. Siz Kamil. Ece qiziq gap qildi ekansiz. O kuni men ichirib ketibdi ben. Yo'qmi? O'zimni bilmay usulga tushib ketibman emasmi? Asta. O, ha? Onu tanımsa? Tanıyman. O, Ha? Shamilning mabdi. Ha? Bu, amsi bu.
Hey, Şamilning muhabdi dese bu Kamil bilan ketib bordigamsa. Hey, mashina qaramamdigan. Hey. Hey. Bugünço, bir işini görüp kaldım qara. Kamil bilan Gülmira birlik ketib boradi. Bir-birining qo'lini tutishib degina. Nima dedi? Rost. O'z ko'zim bilan ko'rdim, ular birlik ketib o'tdi. Ha, izzatini bilmaydigan. Endi qanday qilsa? Qarab tur. Mərhum Davud bilan deyishkinimizdə to'y ishida Kamilning og'ziga qaraydigan bo'lgandiq. Kamilmo aqlliq, zerak bola bo'ldi. Shunga to'y ishida yanada uning og'ziga qarasak. Qanday deysizlar? U bizga kuyovul bo'lsa, menmi qo'shulaman. Menmi Qosimning fikriga qo'shulaman. Shundaq bo'lsin. Mening boshqa fikrim yo'q. Buluda əmsə, sizlərinin degininglardək bolsun. Meningmi g'imim shulardila qoldi. Əmsi shundaq qilayli. Qani. Jaysili. Hey, Şamilmi? ha, men kim o? Men Sidiq. Ha, qanday teshikmi? Eliq pulni elimi jiq kechiktirib etding. Ata akapamsan qat'iy bo'lmaydi juma. Ma'qul. Xotirjam bo'la, atlarga berma. Agar ata akap bermasang, biz sotni ko'rishimiz. Hey, atli yetkizib berma dedim-ku. Ma'qul, shundaq bo'lsin emsa. Birsiga qarz bo'lib qolganmisan? Yezning puli, shuni söylabdi. Yezning qarzi yo'qdi-ku. Voy, sen nimani bilasan, aka? Hamma ishga aralashib oldi ekansan. Qo'ya seni. Ma'qul. Atiman. O'qishga manaman. Apam ham uydagi ishlarning hammasi sana qoldi. Obdanroq qarab qo'yasan. Xotirjam bo'l, aka. Mana men bor. Xotirjam yo'lingga mengayvagin. Maya kichik bola bo'lmasam, tapalab ketgan. Onamdan ansirab qoldim.
Helimo Davut Changjanning yuzini qilib, bu pulni hozirgacha keyniga surib keldim. Endi bam sana qalmashmaydi Juma. Sıdıq aka, sen mi undaq cayılıq qılmıqın? Bizga yana 2 ay vaqt be. 2 aygacha biz pulni cho'qim tayyor qilamiz. Nemishqa? Ayolimning kesili ig'irlashib qolg'achqa do'konlarni setib etdim. Buni obdan bilasan-ku. Sen undaq degining bilan asta Ishqilib, at kechgacha pul mening qo'limga tegib bo'lsin. Bo'lmasa sotda ko'rishib qolamizmi-ki? Sıdıq aka, bundaq desang Helimo bek so'rayapti. bizda mo amal yo'q-da. Yana ozroq vaqt bergan bo'lsang, Uxlab tushing. Qanchalik pul kesmaydiki, o'zimning 100 obro'yini cho'qim qo'g'dab qolaman. lekin hozirgidek sharoitda bu Yana bormi tikdiqlar? Çö. Ha, tusha. Mana 500. Ha, mana. Yaring bormi? Sen. mana rangqata. Osta, yana futuratga oshmamdi. Ha, yana bormi? Hey, tika. San keldi. Ha, mana 500. Açığa kartığını. Hey. Yana bormi? Ha? Yana bormi? Ha, 500. yaxshi, to'xtabdi, Juma. Mana Ha, mana. Ha! Bormi? Ha. Yana bormi? Mana. Bormi? Qani asla. Balam, o'zingizchi. Men tamoq yeb kirgan. Qani. Sizni toza japoq solgan bo'ldimi? Uyingizdagilar tinchlikmi, balam? Tinchlik. Har kim bo'lsa, omon bo'lsin. Qani o'zingizmi choy iching? Ma'qul. O'xshabdimi? Ha, shundoq o'xshabdi. Rahmat sizga, qizim. Yo'qay. Oy, Shamil, keling, o'tiring. Nima ish qilyapsiz? Anangizga uylarni yig'ishtirish beryapman. Qo'sog'ingiz ochdimi? Nima qarayapsiz? Ha? Hech nimaga. Oyjon. Gulmira. Siz birisining ishqingizda ko'yib yurganligini bildingizmi? Nima deysiz? Sizning ishqingizda menga kecha-kunduz uyqu yo'q. Men sizni chin dilimdan yaxshi ko'raman, Gulmira. Voy, ishqinglar nima bo'ldi? Yuzingga nima bo'ldi, balam? Ha, hech nima. Bir narsa chiqib qopti ekan. Qizim, siz bekchap otdingiz. Yo'qay. Rahmat sizga. Shamil, yezi boshliqini yo'lda uchirtib qolgandim. Ana, uylarni tozalab bo'ldim, men chiqay. Azroq o'ltirib ketsangiz bo'lmamdi. Bo'ldi, uydagilar meni saqlayotdi, men chiqay. Ma'qul, balam. Uzatmadim amsa. Ota-onangizga salom ayting.
Balam Şamil. Yezi başlığı seni hizmetki köngül bölmeye atıdı. Eş işretke berilip ketdi deydi. Bu iş rasmı? Ana, nim deydigan siz? Hemme kişinin özü tutuq dädi bolady diken emasmy? Senin nemi dedin ba? Ana, öýde kançak pul var? Pul? Pul yok. Rast ýokma? Ba pulның hemmisini dadağının ahiretligi bilen näzirige işletip bolduk. Akan okuşqa maňdygan wagtda öýüniň rasxoty üçin 500 yen kaldyryp ketgen. Yitemdi. Nime? 500 ýen? Şamil, canım balam, neymiş kıladı sen? Canım balam, onda kımmıgın. Ay. Canım balam, onda kımma, öydü pul yok. Ay. Canım balam. Canım balam.
Onda körenlep ketme Karafka. Payda bek az oldu cuma. Hey. Ardın sen mi kılacak ne oldun go? Katıl daha verdi kense. Sen mi şu payda hoş olsan buldu. Atman gibi ne? Kile şile. Hoşa. Öydekiler teşlikmi? Teşlak. Özünüzcü yaxşı turdunuz Yaxşı. kızım. Bar mən də heç bir berib bulamadım. Men bu yaqindan beri aldıraşıp gitip barman. Sət boldu. Oy. Assalamu alaykum. Ve aleykümselam ana. Oy, Kamil mı sen? Oy canım balam. Qandaq ahvalın? Yaxşı özünüz ço. Özüm yaxşı balam. Rahmet sana. Salametlikin qandaqraq? Yaxşı. Oquşuncu. Okusun mu yaxşı özünüz ço. Mən mi obdan ketiyotman. Kıyınıp kaldınız mı? Yox balam. Herkes qiynalmadım. Gülmeyram o kündü neçə qitim kirdi. Tamaqlarımni etib beriyotdi. Sen jo tamaqlarni obdan yeyotqansan. Menden hatırcam bulun ana. Özüngni asra balam. Makul. Balam, Gülmeyra bilan sözləşəmsən? Bama. Mana yenimdə olturdu. Əmsi mən telefonni Gülmeyraga berdim, balam. Makul. Yaxşıtırdыңızmı Kamil? Yaxşı siz ço. Men mi yaxşıtırıvatman? Anamga yaxşı qarapsiz. Rahmet sizge. Bu degan mening qilishga tegishli ishim tursa. Rahmet. Qachon meni ko'ngil kelasiz? Hay, ostaroq. Yo'q, chiqib ketdi. Meni segindiniz mi? Zat qachon deyman? Yana 10 günden keyin. Nimandaq uzun. Sizni seginmagan bolsam, yana 100 günden keyin baratdım cımı. Rosma? Men Şamil